Yilda 2 marta tish toshlarini tozalatish degan termin ba'zida qulog'imizga chalinib qoladi. Keling buni bugun haqiqatga yaqin yoki yiroqligini tekshirib o'tamiz. Asli qachon toshlar tozalanadi? Qachonki sizda gigiyena yaxshi bo'lmasa yoki to'laqonli amalga oshirilmasa, bu natijasida tish toshlari yig'iladi va natijada sizda shu bilan bog'liq bir necha muammolar kelib chiqadi. Stomatologga 2 marta borish termini bu asosan profilaktika maqsadida qo'llaniladi. Ya'ni siz 6 oy davomida stomatologga borsangiz, ma'lum bir kasallikni oldini olish yoki juda ham zo'rayib ketishini oldini olasiz. Toshlarni oladigan bo'lsak, siz 6 oy davomida stomatologga kelmasdan birinchi ko'rik kelgan paytingizda stomatolog ko'radi, sizda tosh yig'ilishi boshlanganini aytadi va gigiyena turini o'zgartirasiz, balki shotkangiz, balki pastet o'zgaradi. Va natijada toshlarni qattiqlashishi oldini olib, yumshoq paytda tozalab tashlaysiz. Endi 6 oy davomida kelmadingiz, 1 yildan so'ng keldingiz. U toshlar sizni og'iz bo'shlig'ingizda qattiqlashib, shotka hamda pasta yordamida ketmaydigan darajaga kelib qoladi. Va natijada stomatolog qabuliga yozdirib, u toshlarni maxsus tish tozalovchi vositalar hamda texnikalar yordamida tozalashga sabab bo'ladi. Shuning uchun kasallikni davolagandan ko'ra oldini olish afzalroq deyishadi.